Assalomu alaykum ey hikmat izlovchi qalblar. Men Abu Ali ibn Sino borlik sirlarini va inson tabiatini o'rganishga umrini bag'ishlagan bandaman. Bugun biz siz bilan moddiy olamdan ko'ra yuksakroq, ruhimizning asosi bo'lgan qadriyatlar falsafasi haqida so'zlashamiz. Ko'pchilik meni tabib sifatida bilsa-da, men tanani davolashdan oldin ruhni sog'lomlashtirish zarurligini angladim. Qadriyat bu shunchaki quruq so'z emas, u nafsning kamolot sari qo'ygan qadamidir. Har bir inson o'z vujudida vojibul vujud tomonidan berilgan ilohiy nurni e'zozlashi kerak. Uni ezgu amallar bilan boyitishi lozim. Ruhni pok tutish haqiqiy baxtga eltuvchi yo'ldir. Kelgusi darslarimizda biz axloq va jamiyat haqida batafsilroq to'xtalamiz. Salomat bo'ling. Mening falsafamda eng oliy qadriyat bu adolat va aql uyg'unligidir. Inson ruhi ikki quvvatga ega, nazariy aql va amaliy aql. Nazariy aql orqali biz haqiqatni anglaymiz. Amaliy aql esa bizni iffatli, shijoatli va saxovatli bo'lishga o'rgatadi. Qadriyat o'zagi nafsni jilovlashdir. Agar inson hayvoniy ehtiyojlarni ma'naviy intilishlardan ustun qo'ysa, u o'z qadrini yo'qotadi. Biz uchun ilm eng buyuk qadriyatdir, chunki johillik barcha yomonliklarning ildizidir. Bilim bilan nurlangan qalbgina haqiqiy go'zallikni taniydi. Azizlarim, bilim va axloq yo'lingizda sizga hamroh bo'lsin. Ikkinchi qismimiz shundan iborat. Salomat bo'ling. Azizlarim, qadriyatlar faqat yakka shaxs uchun emas, balki butun jamiyat uchun najot qalasidir. İnsonlar bir-biriga mehr-oqibat bilan bog'lanishi kerak. İnsonlar o'zaro yordam va rostgo'ylik bilan yashasa, bu ijtimoiy qadriyatlar jamiyatning tana a'zolari kabi hamohang ishlashini ta'minlaydi. Unutmang, tana o'tkinchi, ammo siz qoldirgan ma'naviy meros va amal qilgan qadriyatlaringiz boqiy qoladi. Ruhimizni pok tutaylik. Zero pok ruhgina haqiqiy baxtga va ilohiy vaslga loyiqdir. Ilm va axloq yo'lingizda sizga doimo hamroh bo'lsin. Hikmatimiz shu yerda yakuniga yetadi. Omon bo'ling ey bilim egalari, salomat bo'ling.